Özümüzni qadrlayli ve özümüzge işinayli. Abduri Muhammed Yusuf. Mikrofon aldıda Qaraxon. Özünü qadrlash. Özünü qadrlash ve özüge işinish bir-biri bilan bağlanışlıq iki psixikalik uqum bolup, insonning o'z qimmatiga bo'lgan aktiv hissiyotini, shaxsiy qobiliyatiga bo'lgan ishonchisini ifodalaydi. Bu o'zini qaltis chaqlab, haqovrlik qilish yoki Alloh taologa hojati yo'qdek ish ko'rish deganlik emas. Balki Alloh taoloning insonga bergan hurmatiga asoslangan va uningga tayinish bilan birga sabablarni qo'ldan bermaydigan ishonchdir. Şuna ödümalar özge işiniş, Allah Teala sana ata kılgan nimetlerini, yaxşı hisletlerini biliş ve şu boyunca tirişçanlık görüstüş degenliktir. Özünü kadirleş, özge ve kabiliyetine aktif baha beriş, kemçiliklerini kabul kılış bilen birge yaxşılanışqa tirişiş. Bu Allah Teala'nın biz insanını en güzel suratda yarattık. Biz Adem balalarını aziz kıldık degan so'zlardan kelgan. Bu hurmat o'zini kamsitishni cheklaydi. O'ziga ishonish. O'ziga ishonish Alloh taolo ato qilgan qobiliyatlarga, Alloh taoloning yordam qiladiganligiga ishonish va o'zining muvaffaqiyat qozonishiga ishonch qilish deganlikdir. Özge işiniş degan hergiz Allah Teala'dan bir hacet buluş degan ma'niga kelmaydi. Peygamber aleyhisselam iyi hamisha hayat bo'lguchi ve hammani idora qilib turguchi Allah. Senin rahmetinga tayinib, senden yordam tilayman. Mening barliq ishlarimni o'ngshab bergin. Meni bir lahzimi o'zimga tashlab qo'ymag'in degan duani ko'p o'qiydi. Bu dua bizga Alloh taologa bo'lgan muhtojligimizni his qildirdi. Qimmatimiz o'zingizda. Sizning qimmatingiz pul melingiz yoki nasabingiz yoki unvoningiz va yoki shuhratingiz bilan emas, balki shaxsiyatingiz, axloqingiz, qimmat qarishingiz va fikringiz bilan bo'ladi. Odam o'ziga ishonish kerak. Yusuf aleyhisselam Mısır padişahıga meni Mısır ziminining xazinalarini boshqarishga tayinligin. Çünkü men uni obdan saqlaydigan ve bu ishni biladigan odamman deb o'zini tonutgan. O'zidagi ortiqchilikni o'tirg'i qo'yish kibr emas. Çünkü kibr haqni qabul qilmaslik ve kishilarning ko'zga ilmaslikdir. Ama özünü kadirleş kibir sanalmaydı. Peygamber aleyhisselam hiç kim özünü töven görmüsün degende sahabiler ya Resulullah özünü töven görüş degen qandaq boludu dep sorgan. Bu çağda Peygamber aleyhisselam Allah üçün sözleş gerek bolgan yerde kişilerden korkup sükut qilishdir degan. Çünkü kişiler nimi dep qala, ulamağın düşman bolup qalamı, yoki meni nazirdan saqit qilarmı degandek qo'rqinishlar bilan haqni so'zlashdan sukut qilish o'zini tushirganlik, töven ko'rganlik va o'z qimmatini yerga urganlikdir. Biz Uyg'urlar faxrlanishga tegishlik millatmiz. Biz Uyg'urlar islom nuqtasidan aytgandimi, insoniyat va medeniyet noktasından aytqandımı qimmat yaratgan. Medeniyet ve ilim-fen sahasida ijodchanlik rolini o'ynagan. İslam dünyasıga shundaqla dünya medeniyetiga zo'r töhfalarni qo'shgan bir xalq. Uyg'urlarning Türkiye xalqlari ichida tunji bo'lib o'zining yeziqini ijod qilganligi, tunji bo'lib shaharlashganligi va qarxoniylardan iborat tunji İslam hakimiyetini kurganlığı bunun misali. Afsus ki keyinki bir qancha asr mobaynida Uyg'urlarning beshiga kelgan krizislar
ve baxtsizliklar ularning ruhiga ta'sir qilgan bo'lib, bu sebepten özünün kıymetini ve özüdeki cevherlerini bilmeydiğen bulup kalgan. Araplarda mağlup bolganlar g'oliblarni o'ziga ulgi qiladi deydigan maqol bor. Hozirgi dunyoning holiga qarab boqadigan bo'lsak, o'zini mag'lublar qatoridan sanab, sapning eng oxiriga tizilib turgan millatlar rostilla orqada qolgan. Ammo o'zini g'oliblarning qatoridan sanab, sapning oldida turganlar har tarafdan g'olib kelmoqda. Chunki mag'lub millat ruhiy jihatdan mag'lub bo'lganligi uchun o'zining mag'lubiyatini o'zi belgilab bo'ladi ekan. Shunga ular hamisha g'oliblarning orqasida minishni o'ziga ravo ko'rdi ekan. Ammo g'oliblar o'zining g'olibiyatini o'zi sizib shu yo'lda mangdi ekan. İslam dünyası 16-asrdan keyin g'oliblik rolini ve taraqqiyot ruhini Avrupalıklarga o'tkazib bergandan keyin her tarafdan mag'lub xalqlarga o'yinib qoldi. Shuningdan beri musulmonlar musulmon emas millatlarni o'zlariga ulgi qiladigan, o'zlarining qimmatini va o'zlaridagi javharlarni bilmaydigan bo'lib qoldi. Uyg'urlar dal shundoq bo'lib qoldik. Buningga misol nihoyat ko'p. Oddiy bir misolni olaylik. Biz o'zimizning qimmatini bilmaydigan bo'lib qolgan kunimizdan boshlabla boshqalarni cho'ng biladigan, ularga talpinadigan, ularning hamma narsasi biznikidan mukammal va yaxshi ko'rinadigan bo'lib qoldi. Shuning bilan biz boshqa millatlarning qahramonlarini, olimlarini va hunar san'at egillarini o'zimizning orasidan yetishib chiqqan qahramonlardan, olimlardan, hunar san'at egillaridan afzal biladigan bo'lib qoldik. Bu xohish hayotimizning hamma sohasida o'zini ko'rsatadigan bo'ldi. Ondan Uyg'ur jamiyatida rasmiy umumlashdi. Agar biz olimlarimizni o'z zamonisida dunyoga tunishtira olgan, hech bo'lmaganda farzandlarimizga tanita olgan bo'lsak, ular unutilib ketmagan va dunyo sahnasidan o'rin olgan bo'ladi. Masalan, Abduqodir Domollam islom dunyosida misli tepilmaydigan darajadagi islohotchi olim edi. Abduxoliq Uyg'ur millatimizni o'yg'itishga tirishgan va shu zamonlarga nisbatan dunyoda tonilishga tegishli vatanparvar zot edi. Ammo biz ularning qadrini bilmadik. Ularni dunyoga tonitish u yoqda tursin, ularni jimiqtirdik. Hozirmi biror diniy yoki ilmiy mavzuni o'zimizdan chiqqan olimlarimizdan biri nihoyat yetarli yo'ritib bera olsa-mu, biz uningdan tuvanroq turadigan saviyadagi boshqa millat olimlarining leksiyasini anglashni afzal ko'ramiz. Chunki ular bizning millatdan bo'lmaganligi uchunla ko'zimizda cho'ng ko'rinadi. Mana bu bizdagi o'zini tuvan ko'rib, boshqalarni cho'ng bilish yoki o'zidagi qimmatlarni tanimay, boshqalardan qimmat izlash xohishining bir misoli. Turkiya xalqi bilan biz qandosh. Ammo o'zining qimmatini bilish masalasidagi ahvolimiz bir-birimizga tubdan o'xshamaydi. Turkiya turklari o'zining qimmatini biladi. Boshqalarni o'zidan ustun ko'rmaydi. O'zini, o'z xalqini, o'zi ishlab chiqargan narsalarni va o'zidan yetishib chiqqan ixtisos egillarini qadrlaydi. Ularni boshqalarga tang qilmaydi. Turklardagi milliy ong bizdan alohida yuqori. O'zini qadrlash, o'zidan chiqqanlarni himoya qilish ro'yi nihoyat mukammal. Ular o'zining bo'lgan har narsani qadrlaydi. Boshqalarninkini o'zlarininkidan hargiz ustun qilib olmaydi. Oddiysi boshqa millatning olimlarini o'zining olimlaridan alohida ustun ko'rib ketmaydi. Boshqalarning san'atchilarini o'zlarining san'atchilaridan yuqori bilmaydi. İnsan o'zini qanchalik qadrlasa, boshqalarmi qadrlaydi. Millatmi shuningga o'xshaydi. Bir millat o'zining qimmatini bilmasa, boshqalar qandoq bilsin? Bir millat o'zini qadrlamasa, boshqalar uni qandoqmi qadrlasin? Oddiysi biz farzandlarimizni hurmatni bildiradigan go'zal so'zlar va chiroyli laqamlar bilan chaqirsak, boshqalarmi shundoq chaqirdi va hurmatlaydi. Qashqarda
bir tonuşumning 7 yoshlik o'g'lini qarajim, qani o'zlari deb chaqirganligi hali ham esimda. Siz shundoq chaqirsangiz boshqalarmi shundoq chaqirdi emasmi? Agar ularni sha'nini tövəllatadigan so'zlar va yomon laqamlar bilan chaqirsak, boshqalarmi shundoq chaqirdi. Millatmi aynan shuningga o'xshaydi. Biz mustamlikada qilib, erkinligimizni yo'qotgan bir xalq bo'lsakmi, izzatimizni, qimmatimizni va dunyodagi o'rnimizni yo'qotmadik. Biz xeli millatlardan yaxshi va qimmatli millatmiz. O'z navbatida biz musulmonlikni yaxshi ado qilgan millatmiz. Oddiysi bizdagi yemak-ichmaklardagi halol haromni ilg'ash xislati, mehmon do'stlik odati mana men degan ko'plagan musulmon xalqlarda yo'q. Chunki bizda islom madaniyati bilan milliy madaniyat giralishib ketgan. Biz ezilgan bo'lsaqmi, erkinligimizdan mahrum qilingan bo'lsaqmi, qimmatimizni yo'qotganimiz yo'q. Biz yanada qimmatli millat. Oltin to'pig'i ko'milib ketsimi, yanada oltin. U o'zining qimmatini yo'qotib qo'ymaydi. U vaqt kelganda yanada parqiraydi. Shunga biz o'zimizni qadrlaylik, oldi bilan o'zimizning qimmatli ekanligimizga ishonaylik va o'zimizninkini qadrlaylik. O'zingizning olmas ekanligini bilamsiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda shaksizki biz odam bolalarini aziz qildik. Ularni quruqlikda turli qatnash vositalariga, dengizda kema va paraxotlarga chiqardik. Ularni shirin yemekliklar bilan rizqlandirdik. Yana ularni mahluqotlarimizning nurg'unidan alayida ustun qildik. Deyish orqali inson naslining qimmatini muayyanlashtirgan. Ulamolar har bir inson bir olamdir deydi. Biz buningga agashtirib, har bir inson bir javhardir desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo rizqni bandalarining orasida taqsim qilgandek, axloq, fazilat, aql, farosatni ularning orasida taqsim qilgan. Shunga har bir odamda boshqalarda bo'lmagan aql, farosat, fazilat va ortiqchilik mavjud. Demak, har bir odamda qimmatli narsalar bor. Ammo hamma odam o'zida bo'lgan qimmatli narsalarni bilmaydi. Hatto ko'plari o'zining qimmatli ekanligini bilmaydi. Qimmatni hamisha chet ellikdan izlaydi. Ularning holi Alloh taolaning biz odam bolalarini aziz qildik degan so'zga yo'q, ey Rabbim, sen aziz yaratgan inson men emas balki chet ellik degan odamga o'xshaydi. Chet ellikka cho'qinish. Bir yozuvchi o'zining beshidan o'tganlarini bayon qilib mundaq deydi. Men nihoyatda taslikda bir roman yozdim. 3 ay kecha kunduz to'xtamay yozdim. İsmini hayot uchun kurash deb atadim. Bir gazetxonaga elib bordim. Gazetxona boshlig'i biz o'zimizninkilar yozgan romanni nashr qilmaymiz dedi. Men oldi bilan bir qitim o'qib beqing dedim. Gazetxona boshlig'i hech kerak yo'q, xalq bizning romanlarni yaxshi ko'rmaydi dedi. Gazetxonadan chiqib bir kitobchiga bordim. Endi texi bir romanim bor deb bo'g'icha biz faqat tarjima qilingan romanlarni bosimiz dedi. Yana bir bosmaxonaga bordim. Umi yozilgan romanlar setilmaydi. Tarjima qilingan roman bo'lsa elib kelin dedi. Nega borsam o'xshash. Go'yo hammasi deyishib olgandek o'xshash gapni qiladi. Ah, tartgan jafolarim. Bu romanni yozguncha nima kunni ko'rdim ha? Qanchalik umid bilan yozdim. Mana endi romanim texi birer odam qo'liga ilib o'qib boqmay turibla yerim kechida masjidning oldiga tashlab qo'ygan nikohsiz tug'ilgan boladekli qo'limda qoldi. Shundan keyin aqlimga keldi. Bizning og'inlarning ba'zisi fransuzcha, ba'zisi germancha, yana ba'zisi inglizcha, italiyacha hikoyalarni o'qib, tarjima qilib, Johnsonni Ahmad, Mariyani Maryamga o'zgartirdi. Keyin o'zi yozgan qilib,
hikoyaning ostiga o'zining ismi va imzosini yozdi. Andın bu hikayeni men yazdım deb giz jurnallarga apirib berdi. Men nima uchun ularning qilg'inining ta'tirsini qilmayman? O'ltirib o'ylandim. Keyin romanni qo'limga elib, uning ichidagi ismlarning hammasini bir boshdan Amerikalikning ismiga o'zgartdim. Qo'limga qaysi vaqtda nereden kelgan bilmayman. New York shahrining bir plani chiqdi. Shuning bilan romandagi yer ismlarimi Amerikacha bo'ldi. Endi navbat romanning yozuvchisi keldi. Mark O'Brien deb bir Amerikalikning ismini ijod qildim. Ha, endi bo'ldi. Aldığı barsam chiroyimga qarmay turib biz faqat tarjima romanni bosimiz degan nashriyatga bordim. Nashriyat boshlig'iga. Sizga Mark O'Brienning bir romanini tarjima qilib elib keldim dedim. Aferin, alamet yaş qipsiz. O Mark O'Brien degan kim o? Ha, siz Mark O'Brienni texi bilmemsiz. Hay tova. Eliq danlıq Mark O'Brien şu. Kitapları bütün dünyadaki tillarga tercüme kılıngan danlıq Mark O'Brien. Qattiq hayacanlangan nashriyat başlığı romanni ko'rib o'qitma qo'ymadi. Ağzımdan chiqqan pulni sharaqshitib sanab qo'limga tutqizdi. Men shunda qilib Mark O'Brienning dal 18 romanini tarjima qildim. Yani qanchalik yashasam toki o'lgicha uning romanlarini tarjima qilishni davomlashtirman. Endi mening oxirgi orzuyum Amerika adabiyotida Mark O'Brien degan ism bilan xotirlanishdir. İnsan özünün qimmatini qandoq biladi? İnsan özünün qimmatini cho'nqur ishki safar orqali biladi. Bu safar o'zi to'g'riliq tafakkur qilish, hisoblashish va o'zining koinotdagi o'rnini bilish bilan birlashgan bo'ladi. O'zini bilish Alloh taoloni bilishning asosidir. Shunga o'zini bilgan Rabbini biladi deyiladi. Qur'oni Karim bizni o'zimiz to'g'riliq tafakkur qilishga chaqiradi. Zimində və özünlərdə Allahqa çin itiqad qılıdığanlar üçün Allah'ın qudretini göstərdiğan dəlillər var. Sizlər bunlarını görməyəvatamsızlar. İnsan həqiqi qimmatini Allah Taala'nın aldıda acizliğini itiraf qılğanda biladi. Çünki insan Allah Taala bilan bolğanda güclük və əzizdir. Allah Taala'ga boysunuş ibadet. Bendeki harınış günahdır. Öz kıymetini bilişinin ameli yolları. Birinci, tefekkür ve öz bilen yalğız keliş. Yalğız olturup Allah Taala'nın sizge ata kılgan nimetlerini, sizni başkalardan artık kılgan tarafları, kılgan yaxşı emelleriniz, kazangan muvaffakiyetleriniz üstüde tefekkür kılın. Şunda kılsınız, özünüzün ne kadar kıymetli insan ikenliğinizni, xeli kişilerden artık ikenliğinizni bilesiz. İkinci, özüdün hesap ediş. Her günü uxlashdan burun şu günlük işinizni, qo'lga keltirgan natijalaringizni, uchirgan kelishmasliklarni bir-birlab ko'zdan kechiring. Nada to'g'ri qildim, nada xato qildim. Bu o'zini kamsitishdan qo'g'daydigan va kamchiliklarni deb beradigan usuldir. Üçüncü, başkalarının sözünü astoydil anglash. Yaqin kishilardan samimiy maslahat so'rang. Lekin qimmatingizni butunlay ularga bog'lamang. Chunki haqiqiy qimmat ichingizdan keladi. Farzandlarimizga o'zini qadrlashni qanday o'rgatamiz? Farzandlarimizni o'z qimmatini biladigan va o'zini qadrlaydigan qilib tarbiyalash nihoyat muhimdir. Chunki bundaq tarbiyalash ularning shaxsiyatini qurib chiqadi. Hayatga ishonch va tangpungliq bilan yuzlanishiga yordam beradi. O'zini qadrlash degan bolaning o'zini qimmatlik, qobil va so'yimlik deb ko'rishidir. Lekin takabburlik yoki o'zini kamsitishdan yiroq bo'lish kerak. O'z qimmatini qadrlashning islomiy asosi. O'zini qadrlash va o'z qimmatini bilish Allah Taala'nın odam bolalarini hurmatlik va aziz qilganligidan boshlanadi. Biz odam bolalarini aziz qildik. Biz insonni haqiqatan eng chiroyli shaklda yaratdik. Bizning va farzandlarimizning haqiqiy qimmati
Allah Taalaning bandisi bo'lganlik va uning aziz, hurmatlik qilishiga loyiq bo'lganlikdan keladi. Chunki yaratquchi bizni aziz qildi va eng chiroyli suratda yaratdi. Har bir muvaffaqiyat Allah Taaladan bo'lgandek, har bir xatolik tavba qilib tuzatish va to'g'risini qilishni o'rganishimiz uchun berilgan fursatdir. Balalarda o'z qimmatini qadrlashni qurishning amaliy takliflari. Birinchi, farzandlarga chiroyli gaplarni qilish, ularni shartsiz so'yish, sevgi muhabbatni har fursatda ko'rsatib, ifodalab turish, ularning beshini, chochlarini silab qo'yish va chin quchoqlash, ularga seni yaxshi ko'raman degan so'zni ko'p aytish, kichikkina qutuqnimi ko'ptirib maqtash, cho'ng muvaffaqiyatlarni qozonganligiga ishontirish. Unutmaslik kerakki, balalarga ko'rsatilgan qizg'in muhabbat ularning bexatarlik va qimmat his qilishi uchun yordam beradi. Ikkinchi, farzandlarning qo'lga keltirgan natijasidan ko'proq tirishchanligini va chidamchanligini madhiyalash. Bu ularga qimmatning natijada yoki xizmatda va yoki kamolatda emas, tirishchanlikda ekanligini o'rgatadi. Üçüncü, farzandlarning yeshiga mos keladigan mas'uliyat va tanlash huquqi berish. Masalan, balaning kiyimini tanlashiga yoki ba'zi ishlarga yordam berishiga yo'l qo'yish kerak. Chunki balalarga topshirilgan kichik vazifalardagi muvaffaqiyat ularga qobiliyat va mustaqillik ishonchisini beradi. To'rtinchi, farzandlarni ko'p anglab berish va fikrlarini elish. Yeş kichik demay, ba'zi ishlar to'g'riliq maslahatlashish. Kuni qandoq o'tganligi haqida savol so'rash, billa Qur'on o'qish, kitob o'qish, ba'zi tarbiyaviy filmlarni billa o'ltirib ko'rish. Bunda qilish ularning muhimligini his qildiradi. 5. Farzandlarni boshqa bolalar bilan selishtirishdan, do'stlarining yoki tuqqanlarining oldida tanqidlashdan ve ayıplaştın qattiq hazar aylash kerak. Harakat bilan shaxsni cho'qim ayirish kerak. Masalan, bu harakating yaxshi bo'lmadi, lekin sen ajoyib yaxshi bola deganga o'xshash. 6. Farzandlarni qiyinchiliklarga yuzlanishga va xatoliklardan o'rganishga rag'batlantirish. Yangi ishlarni sinab beqishiga yo'l qo'yish. Mag'lubiyatning muvaffaqiyat yo'lidagi qadam ekanligini o'rgatish. Payg'ambarlarning qissalaridan so'zlab berish. 7. Eng muhimi farzandlarga ulgu bo'lish. Siz o'zingizdagi ishonch, kamtarlik, fazilat va o'zingizni qadrlash qatorliqlarni ularning oldida ko'rsating va ifodalang. Chunki bolalar ota-onasini taqlid qiladi ve ulardan ko'rganlarini qiladi. Farzandlarga o'z millatimizning qimmatini qandoq tanitimiz? Birinchi, vatanimizni so'ydirish va ulgulik shaxslarimizni tanitish. Uyda farzandlarimizga vatanimizning tarixini, tog' daryolarini, shahar, yeza, qishloqlarini, taomlarini, o'tmishlardagi davlatlarimizni tanitish. Yurtimizda o'tgan podshohlarning, qo'mondonlarning, o'limalarning, ziyolilarning va katta ishlarni qilgan shaxslarning qissalarini o'qitish yoki so'zlab berish lozim. Bunda qilish farzandlarimizda o'z vatanini so'yish, uningga mansub bo'lishdan faxrlanish, o'zimizdan chiqqan tarixiy shaxslarga qiziqish tuyg'usini uyg'otadi. Bunda qilmaganda farzandlarimiz vatanning muhabbatidan va uning g'amini yeyishdan mahrum qolganning sirtida boshqalarning vatani va qahramonlari bilan faxrlanish orqali o'zidagi bo'shliqni to'ldirishga tirishadigan bo'lib qoladi. Ikkinchi, o'z millatimizni so'yishni o'rgatish. Alloh taolo bizni har millat va har qabila qilib yaratgan bo'lib, bu Alloh taoloning qudratiga va go'zal san'atlariga dalolat qiladigan alomatlardan biridir. O'z millatini so'yish insonlarga ato qilingan tabiiy xislatdir. İslam dini Müslümanlarning o'z ahlini va o'z millatini boshqalardan bekrak so'yishni, yordamni eng avval shularga qilishni va hammadan avval shularning g'amini yeyishni to'simaydi.
insonlarning tabiatidagi o'z millatiga bo'lgan sevgi muhabbatni ularning qalbiga solgan zotmu Alloh taolodir. Bundoq bo'lganken haqliq ravishda o'z millatini so'yish, o'z millatining g'amini yeyish va o'z millatining manfaatini oldingi o'rniga qo'yish tamoman yo'lliqdir. Hatto ba'zi sharoitlarda zarurdir. Haqliq ravishda deganimiz o'z millatini ko'kka ko'tarib, boshqalarni yerga urmaslik, o'z millatining manfaatini deb boshqalarga haqsizlik qilmaslik asosida bo'lishdir. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga oilangdagilarni namozga buyurg'in va o'zingmi uningga chidamliq bo'lg'in va yaqin tuqqanlaringni ogohlantirg'in degan amirlarida yaxshilikni eng avval o'z yaqinlaridan boshlashga buyurgan. Shaksizki bir millatning eng yaqin kishilari uning o'z ahli va o'z xalqidir. Buni dinimiz cheklamaydi va hech kim inkor qila olmaydi. 3. O'z millatimizni maqtab berish. Farzandlarimizga o'z millatimizni so'ydirish uchun xalqimizning yaxshi taraflarini maqtab berish, ulgulik taraflarini o'g'itish nihoyatda zarur. Garchi Uyg'urlarning ichida maqtashga qat'iy loyiq kelmaydigan, Uyg'ur millatining obro'yiga dog' keltirayotgan ba'zi bir nachar odamlar bor bo'lsa-mu, ko'p sonliq yanada yaxshi, yanada madhiyaga arziydi. Chunki hech qanday bir millat butunlay yaxshi yoki butunlay yomon bo'lib ketalmaydi. Bundoq bo'lganken farzandlarimizga Uyg'ur xalqining azaldilla iymon, e'tiqodlik, axloqlik, mehmondo'st, kuyimchan, vafoliq, tirishchan, ishchan, qoida yo'sunliq bir millat ekanligini so'zlab berish, ulgili kishilarni misol qilib ko'rsatish lozim. Bunda qilmaganda farzandlarimiz o'z millatini so'ymaydigan, ularga mansub bo'lishdan o'zini qochiradigan, boshqalarning qahramonlariga cho'qinadigan, o'z xalqini ko'zga ilmaydigan bo'lib qoladi. Shunga biz baribir oz sondagi kishilarning nacharligini, sodidagi durust emasligini va axloqidagi yetarsizliklarni ko'rmasga silib, xalqimiz ichidagi ulgulik yaxshi kishilarni va ularning axloq fazilatlarini maqtab berishimiz kerak.